ey Musa, nasihat qilaman, eshitasizmi dedi. Yo Rabbiy, shayton menga nasihat qilmoqchi, eshitaymi? Eshiting dedi Alloh. Adashtirgani kelganda men to'xtatib qo'yaman dedi. Ayting, hech qachon takabbur bo'lmang. Kibr hamma ishni xorlikka olib keltirib qo'yadi. Toatga bino qo'ymang, hali qabuli bo'ldimi, bo'lmadimi bilmaysiz. Ilmingizga havolanmang, u foydali ilm bo'layaptimi yo nofoyda. Bino qo'ydim toatimga, ilmimga havolandim, hech kimni mensimadim, shayton bo'ldim. Kimki takabbur ekan, oxiri xor bo'ladi. Ikkinchi so'zim, hech kimga hasad qilmang. Dunyoda hamma balo, hamma janjal, urush, hatto qon to'kilish hasad tufayli bo'ladi. Otaylar Odamni o'g'li ukasiga bo'lgan hasad tufayli ukasini o'ldirdi. Shu bilan yer yuzida qon to'kilish, odamlar bir-birini o'ldirish paydo bo'ldi. Nimadan? Hasad, ko'rolmaslikdan. Ko'rolmagan odamini g'iybatini qiladi, ig'vosini qiladi, orqasidan har xil bo'xton uydirmalarni to'qib chiqaradi. Iloj qilsa o'ldiradi. Uchinchi so'zim, hech qachon nomahram bilan, sizga mahram bo'lmagan begona ayol bilan yolg'iz o'tirmang. Ikkalovlaringizni o'rtangizda o'zim elchi bo'lib zino qildirtiraman. Zino shunday kasofat ishki, ertaga haniq bo'ladi degan yaxshi ishni yo'q qildirib yuboradi. Insonlarni niyatiga yetkazdirmaydi. Insonni nopok qilib qo'yadi, qalbini qoralaydi. Hech qachon zinoga qadam qo'ymang. Nomahram bilan yolg'iz o'tirmang. To'rtinchi so'zim deganda Alloh to'xtatdi. Ey Musa, endi aldashni boshlaydi. 3 ta haq so'zni gapirdi. Buyog'iga endi ishonchsizga kirib, yolg'onga, adashtiruvga boshlaydi. Shunaqa insonlar bor, shaytoniy insonlar. Rosa ishonchga kirib olgandan keyin, ildizingizni bilib olgandan keyin tomiringizga bolta uradi. Ular shayton sifatli insonlar.